Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi xonadonimizga Akfa originaldan Dukmokkosidan eshik derazalarida uстановкаlarni tugatib bo'ldik. Bu xonadonimizga jami 3 dona deraza, 2 dona yakka qanotli eshik, 1 dona 2 qanotli eshik, 2 dona 4 qanotli eshik o'rnatib berdik. Bu ishlarimizni sizlarga mana qisqacha tanishtirib o'taman. Derazalarimizni razmerlari enlari 2 metrga, bo'ylari 1.70. Bu derazamizni fasoni high-tech fasonda bo'ldi. Mana ko'rib baho berasizlar. Ikkitadan ochiladi. Hamma yo'g'i xudo xolasa go'zal holatda. Bu eshigimiz 4 qanotli eshigimiz razmeri 2 metrga, bo'yi 2.36. Eshikning profillari balkon profildan ishlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Katta, xudo xolasa ochilib yopilishli gropkalari ham go'zal holatda. Choylari ham mana har doimgidek xudo xolasa chiroyli. Ichkaridagi yakka qanotli ishimiz. Bu ichkaridagi yakka qanotli eshigimiz. Bu yakka qanotli eshigimizning razmeri 90 sm eni, bo'yi 2.36. Bu ham profillari balkon profil. Xudo xolasa ochilib yopilishli gropkalari go'zal holatda. Zamonlari balkon profilda mana katta original zamonlardan qo'yilgan. Navbatdagi derazamizni ham razmeri 2 metrga 1.80. Bu ishimiz ham mana derazalarda jami 3 oq derazamizdan ikkitadan ochiladi. O'rtasi mana panorama fason high-tech deyilyapti. Xudo xolasa bu fasonimiz rosa kundan kunga ommalashyapti. Bu eshigimiz razmeri ham 90 ga 2.36. Profillari balkon profil, har doimgidek balkon profil zamonlari, gropkalari xudo xolasa go'zal holatda. Bu ishda ham mana choylari chiroyli xudo xolasa. Navbatdagi derazalarimiz, bu derazalarda ham razmeri 2 metrga 1.80. Bu eshigimiz razmeri 2.80 eni, bo'yi 2.36. Bu eshikka o'rtasiga 1.5 metr, 1.40, ichki tomoni 1.40. Yoni kesaklari bilan 1.5 metrli eshik moslab berdik. Mehmonxona hisobida ekan. Xudo xolasa buni ham hamma yo'g'i chiroyli holatda o'rnashtirildi. Gropkalari ham go'zal holatda. Ishimiz choylari ham mana bemalol ko'rishingiz mumkin, hamma yo'g'i chiroyli. Navbatdagi eshigimiz bo'ylari 2 metr bu eshigimizni. Eni 1.20, bo'yi 2.10. Qadrli kuzatuvchilar, 2.10 bo'yi, eni 1.20. Bu ishimiz ham gropkalari hamma yo'g'i xudo xolasa go'zal holatda. Charxlari ham juda ham chiroyli kelgan. Ochib ko'rsataman. Mana qadrli kuzatuvchilar, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu ishlarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, общий narxi 26 million so'mga to'g'ri keldi. Qadrli kuzatuvchilar, общий narxi 26 million. Akfani originaldan Dukmokkosidan qilib berdik. Hamma yo'g'i oynalari yo'divi 1 qavat. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.